Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 2026 yil 21 iyuldan pensionerlar uchun kuchga kirishi kutilayotgan yangi talablar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan odamlar uchun emas, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar, ota-onasi yoki yaqin qarindoshi pensioner bo'lgan har bir oila uchun ham bevosita tegishli. Chunki hujjatdagi bitta xato, manzildagi bitta mos kelmaslik yoki bank kartasi bilan bog'liq kichik muammo pensiya to'lovining kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men oddiy tilda hayotiy misollar bilan kim nimadan ehtiyot bo'lish kerakligini, kim xavotir olmasligi mumkinligini va bugundan boshlab qanday tayyorgarlik ko'rish kerakligini tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam keyin navbatda yurmaydi. Asabini ham, pulini ham tejaydi. Avval pensiya tizimida ko'p masalalar odat bo'yicha yurardi. Pensioner pensiyasini olayotgan bo'lsa, u har oy pulini bank kartasidan yoki naqd shaklda olardi. Hujjatlar bir marta rasmiylashtirilgandan keyin ko'pchilik yillar davomida alohida tekshiruvdan o'tmasdi. Albatta ayrim holatlarda yashash joyi, pasport, bank kartasi, nogironlik hujjati yoki mehnat staji bo'yicha aniqlashtirish bo'lardi. Lekin hamma pensioner bir vaqtda faol ravishda ma'lumotlarini yangilashi kerak degan yondashuv keng ko'lamda sezilmasdi. Endi esa asosiy e'tibor ma'lumotlarning to'g'riligiga, shaxsni tasdiqlashga, yashash joyi va bank rekvizitlari aniq bo'lishiga qaratilmoqda. 2026 yil 2 iyuldan keyin pensiya olayotgan shaxs haqidagi ma'lumotlar turli bazalar bilan solishtirilishi, eski hujjatlardagi farqlar aniqlanishi, bank hisob raqami faol yoki faol emasligi tekshirilishi, pensionerning yashash manzili, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan, yangilanmagani ko'rib chiqilishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida ta'kidlayman. Yangi talablar pensiyani bekor qilish uchun emas. To'lovlar aniq, qonuniy va egasiga yetib borishini ta'minlash uchun joriy qilinadi. Lekin amalda nima bo'ladi? Kim hujjatini vaqtida tekshirtirmasa, kim eski pasport bilan yurayotgan bo'lsa, kimning bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, kim boshqa manzilda yashab ro'yxatdan o'tgan joyini o'zgartirmagan bo'lsa, ana shu odamlar birinchi bo'lib muammoga duch kelishi mumkin. Oldin pensionerning asosiy vazifasi pensiya tayinlanganidan keyin pulni olib turish edi. Agar familiya o'zgarmasa, pasport almashtirilmasa, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tishi shart bo'lmasa, odatda odamlar pensiya jamg'armasi yoki bankka faqat zarurat tug'ilganda borardi. Masalan, karta yo'q bo'lsa, nafaqa miqdori bo'yicha savol bo'lsa, ko'chib ketsa yoki meros, vafot, ishonchnoma kabi holatlar yuzaga kelsa. Endi esa raqamlashtirish kuchaygani sababli davlat organlari ma'lumotlarni bir-biri bilan solishtiradi. Fuqaroning FSSH tug'ilgan sanasi, JSSH raqami, pasport yoki ID karta raqami, doimiy ro'yxat manzili, bank hisob raqami, telefon raqami, oilaviy holati, nogironlik hujjati, mehnat staji bo'yicha arxiv ma'lumotlari bir-biriga mos kelishi kerak. Masalan, bir bazada odamning familiyasi Karimova deb yozilgan. Boshqa bazada Karimova Immay deb qisqartirilgan. Uchinchi joyda eski pasport raqami turgan bo'lsa, tizim buni aniqlashtirish uchun signal berishi mumkin. Bu oddiy ko'rinadi, lekin hayotda juda ko'p misollar bor. Masalan, pensioner opa 2011-yilda pasportini almashtirgan, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bilan qolgan. Pensiya kelaveradi, opa muammo yo'q deb o'ylaydi. 2006 yildan keyin bank va pensiya bazasi solishtirilganda, hujjat raqam mos kelmasligi aniqlansa, to'lov vaqtincha ushlanishi yoki aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Bu pensiya yo'q oldi degani emas, lekin pulni olish kechikishi mumkin. Yana bir holat, pensioner aka qishloqda ro'yxatda turadi, lekin aslida o'g'lining uyida, boshqa tumanda yashaydi. Telefon raqami ham o'g'lining nomida, bank kartasidan esa nabirasi foydalanadi. Bunday holatda ham tizim savol berishi mumkin. Pensionerning o'zi qayerda? Karta egasi haqiqatan ham pulni o'zi olyaptimi? Ishonchnoma bormi? Yashash joyi to'g'rimi? Chunki pensiya shaxsiy to'lov hisoblanadi va u birinchi navbatda pensionerning o'z manfaatini himoya qilishi kerak. Birinchi navbatda hujjatlari eski bo'lgan pensionerlar tayyor turishi kerak. Pasport muddati tugagan, ID karta olinmagan, familiya yoki ism yozilishida farq bor, tug'ilgan sana eski hujjatlarda boshqacha yozilgan. Arxiv ma'lumotlarda xatolar bo'lgan odamlar hujjatlarni tekshirtirib qo'yishi zarur.
Ayniqsa Sovet davrida ishlagan, mehnat daftarchasi qo'lda yozilgan, korxona nomi bir necha marta o'zgargan, ish joyi yopilib ketgan odamlar uchun arxiv masalasi muhim. Ikkinchi guruh. Bank kartasi yoki hisob raqami bilan muammo bo'lishi mumkin bo'lganlar. Karta muddati tugagan, karta bloklangan, karta yo'q bo'lgan, SMS xabarnoma boshqa odamning telefoniga ulangan, bankdagi pasport ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, pensiya to'lovi vaqtida kelmasligi mumkin. Masalan, pensiya har oyning 5 sanasida tushardi. Lekin karta 2026 yil iyun oyida muddati tugaydi. Pensioner bunu sezmaydi. Chunki kartaning ustidagi muddatga e'tibor bermaydi. Iyulda esa pul tushmaydi yoki tushsa ham yechib bo'lmaydi. Keyin bankka boradi, navbat kutadi, yangi karta ochadi, ma'lumotlar yangilanadi, jarayon bir necha kun yoki undan ham ko'proq cho'ziladi. 3-guruh. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy komissiya, qayta ko'rik muddati, nogironlik guruhi, reabilitatsiya dasturi, tibbiy xulosa kabi hujjatlar muhim. Agar nogironlik muddati vaqtincha belgilangan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tish sanasi yaqinlashgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Chunki pensiya yoki nafaqa aynan shu hujjat asosida to'lanayotgan bo'lsa, muddati o'tgan hujjat keyingi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. 4-guruh. Chet elda vaqtincha yoki doimiy yashayotgan pensionerlar. Agar odam O'zbekistonda pensiya oladi, lekin uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, u shaxsni tasdiqlash, hayotlik ma'lumotnomasi, bank rekvizitlari, ishonchnoma yoki konsullik hujjatlari bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkinligini hisobga olish kerak. Bu masalada eng katta xato pensiya kartaga tushyapti-ku, demak hammasi joyida deb o'ylash. Tizim yangilangan sari pensionerning o'zi bilan bog'liq ma'lumotlar ko'proq tekshiriladi. 5-guruh. Pensiyani boshqa odam orqali olayotganlar. Masalan, pensioner yoshi katta, yurishga qiynaladi, pulini qizi yoki o'g'li olib beradi. Agar bu bank kartasi orqali bo'lsa ham, ishonchnoma, shaxs roziligi, karta xavfsizligi masalalarini to'g'ri rasmiylashtirish kerak. Pensionerning kartasi boshqa odam qo'lida bo'lishi amalda ko'p uchraydi, lekin nizol holat chiqsa, isbotlash qiyin bo'ladi. Pensioner pulim to'liq berilmayapti desa yoki qarindoshlar o'rtasida tortishuv bo'lsa, bankdan pulni kim yechgani, qachon yechgani, qayerdan yechgani so'raladi. Shuning uchun barcha ish qonuniy bo'lishi kerak. Agar pensionerning ID kartasi yoki pasporti amalda bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa, doimiy yashash manzili to'g'ri bo'lsa, pensiya o'z nomidagi karta yoki hisob raqamiga tushayotgan bo'lsa, telefon raqami ishlayotgan bo'lsa va oldin hujjatlarida xato bo'lmagan bo'lsa, bunday odamlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Ular uchun eng yaxshi yo'l ma'lumotlarni bir marta tekshirtirib qo'yish va xotirjam yurish. Masalan, Aluntakchi yoshli pensioner aka Toshkent viloyatida yashaydi. ID kartasi 2010 yilgacha amal qiladi. Pensiya o'z nomidagi bank kartasiga tushadi. Karta muddati 2020 yilgacha. Telefon raqami o'z nomida. Doimiy ro'yxat ham yashayotgan joyiga mos. Bunday holatda katta xavf yo'q. Faqat bank ilovasida yoki bank filialida ma'lumotlar yangiligini tekshirtirsa, pensiya jamg'armasi bo'limida shaxsiy ma'lumotlar to'g'riligini aniqlashtirsa yetarli bo'ladi. Yana bir misol, pensioner har oy pensiyasi bank kartasidan o'zi oladi. Pasportini ID kartaga almashtirgan. Familiyasi barcha hujjatlarda bir xil. Nogironlik yoki qo'shimcha nafaqa bo'yicha qayta komissiya muddati yo'q. Bunday odamga har xil mish-mishlarga ishonib, keraksiz hujjat yig'ish shart emas. Lekin men baribir maslahat beraman. Telefon raqamingiz ishlayotganini, bank kartangiz muddati tuqamaganini va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotingiz yangilanganini tekshiring. Birinchi vaziyat. 22 yoshli Rahima opa 3 million so'm atrofida pensiya oladi. Uning bank kartasi 2026 yil iyul oyida tugaydi. Opa kartaning old tomonidagi muddatga e'tibor bermagan. 11 iyuldan keyin tizimda bank rekvizitlari yangilanishi kerak bo'lganda, karta muddati tugaganligi sababli to'lovda muammo chiqadi. Opa bankka boradi. Yangi karta ochish uchun ID karta talab qilinadi. Lekin uning pasporti ham eski. Natijada avval migratsiya va fuqarolik bo'limiga borish, keyin bankka borish, undan keyin pensiya bo'limida ma'lumotni yangilashga to'g'ri keladi. Agar buni oldindan qilganda bir kunlik ish bilan bitardi. Kech qolsa pensiyani olish bir necha kunga cho'ziladi. Ikkinchi vaziyat, 14 yoshli Akmal aka pensiyaga endi chiqqan, lekin mehnat stajining 7 yili eski zavodda o'tgan. Zavod yopilgan.
arxiv hujjatlari boshqa tashkilotga o'tgan. Mehnat daftarchasida muhr xira ishga kirgan va chiqqan sanalarda farq bor. Agar Akmal aka arxiv ma'lumotini oldindan topib qo'ymasa. Pensiya miqdorini hisoblashda ayrim davrlar tasdiqlanmay qolishi mumkin. Bu har oy 200 ming yoki 400 ming so'm farq qilishi mumkin. Bir oy uchun kichikdek ko'rinadi. Lekin bir yilda 2 million 400 ming yoki 4 million taqsimati ming so'm bo'ladi. Shuning uchun staj masalasini keyin ko'ramiz deb qoldirmaslik kerak. 3-vaziyat. Yetim yoshli pensioner ota qishloqda ro'yxatda. Lekin shaharda farzandinikida yashaydi. Pensiya kartasi o'g'lida. Ota kasal bo'lgani uchun bankka o'zi bormaydi. Bir kuni karta bloklanadi, bank esa karta egasining o'zi kelishini so'raydi. O'g'li men doim olib yurardim deydi. Lekin qonuniy ishonchnoma yo'q. Natijada notarius, bank, pensiya bo'limi o'rtasida yurish boshlanadi. Agar oldindan ishonchnoma rasmiylashtirilganida yoki pensiyani yetkazib berish shakli to'g'ri tanlanganida bunday muammo bo'lmasdi. 4-vaziyat. Pensioner ayol turmushga chiqqanda familiyasi o'zgargan, lekin ayrim eski hujjatlarda qizlik familiyasi qolgan. Mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqasi. Nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Pensiya tayinlash yoki qayta tekshirish paytida tizimini bitta shaxs deb tasdiqlash uchun nikoh guvohnomasi yoki FHDYO ma'lumotini so'rashi mumkin. Shu sababli ayollar, ayniqsa familiyasi bir necha marta o'zgargan bo'lsa, tug'ilganlik, nikoh, ajrim, familiya o'zgarishi hujjatlarini tartibga keltirib qo'yish kerak. Birinchi nozik jihat. Hamma pensioner bir xil hujjat topshiradi degan gap noto'g'ri. Talablar odamning holatiga bog'liq bo'ladi. Kimdir faqat bank kartasini yangilaydi. Kimdir pasport ma'lumotini to'g'rilaydi. Kimdir arxivdan staj tasdiqlatadi. Kimdir nogironlik komissiyasidan o'tadi, kimdir ishonchnoma rasmiylashtiradi. Shuning uchun qo'shnining tajribasi sizga to'liq mos kelmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, pensiya to'xtatilsa ham. Bu har doim bekor qilindi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha ushlanadi. Chunki tizim aniqlashtirish talab qiladi. Masalan, bank hisob raqami yopilgan karta faol emas. Shaxsiy ma'lumot mos emas yoki pensioner uzoq muddat pul yechmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda odam vahima qilmasdan sababini yozma yoki rasmiy tartibda aniqlash kerak. 3-nozik jihat, telefon raqami juda muhim bo'lib qolmoqda. Ko'p pensionerlar telefon raqamini farzandi nomiga rasmiylashtirgan. SMS kodlar keladi. Bank ilovasiga kirish uchun shu raqam ishlatiladi. Agar raqam yo'qolsa, bloklansa yoki boshqa odamga o'tib ketsa, bank amaliyotlari qiyinlashadi. Men tavsiya qilaman. Pensionerning asosiy telefon raqami imkon qadar o'z nomida bo'lsin va ishlayotgan bo'lsin. Agar yoshi katta inson telefondan foydalana olmasa ham, raqamni nazorat qilish kerak. 4-nozik jihat. Naqd pul va karta orqali olish tartibi farq qiladi. Karta qulay, lekin karta xavfsizligi bor. Naqd yetkazib berish ayrim odamlar uchun qulay, lekin u ham shaxsni tasdiqlash, manzil to'g'riligi, imzo va ro'yxatga bog'liq. Agar pensioner yotoqda yotgan bo'lsa, ko'chaga chiqa olmasa, oldindan ijtimoiy xizmatlar, mahalla, pensiya bo'limi yoki bank orqali qanday tartib borligini aniqlash kerak. O'y kelganda bir amallab olamiz degan yondashuv keyin qiyinchilik tug'diradi. 5-nozik jihat. Ortiqcha pul tushsa, uni sarflab yuborish xavfli. Ba'zan hisob kitobdagi xato, qayta hisoblash. Hujjatdagi tafovut sababli odamga vaqtincha ko'proq pul tushishi mumkin. Agar keyin bu ortiqcha to'lov ekani aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun pensiya miqdori birdaniga odatdagidan ancha ko'p tushsa, albatta sababini aniqlang. Bu quvonchli yangilik bo'lishi ham mumkin. Masalan, qayta hisob kitob qilingan bo'lishi mumkin, lekin baribir rasmiy izohni bilish kerak. 6-nozik jihat, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim pensionerlarning aliment, kredit, kommunal qarz yoki sud qarori bo'yicha ushlanmalari bo'lishi mumkin. Yangi tartiblar va raqamli nazorat kuchayganda bunday ushlanmalar aniqroq ko'rinadi. Pensiyadan qancha ushlab qolish mumkinligi qonunchilikka bog'liq, lekin odam o'z hisobidan nega pul kamayganini bilishi shart. Agar pensiya odatdagidan kam tushsa, darhol bankdan ko'chirma oling va pensiya bo'limidan yoki ijro organidan sababini so'rang. 7-nozik jihat, vafot etgan pensioner nomiga tushgan pul. Bu juda jiddiy masala. Agar pensioner vafot etsa, yaqinlari buni tegishli organlarga o'z vaqtida ma'lum qilishi kerak. Vafotdan keyin tushgan pensiyani yechib olish keyin qonuniy muammo keltirishi mumkin.
ko'pchilik baribir o'zimizning odamimiz edi deb o'ylaydi. Lekin pensiya shaxsga tayinlangan to'lov. Vafotdan keyingi oylar bo'yicha alohida tartib bor. Dafn puli, olinmay qolgan pensiya va meros masalalari qonuniy rasmiylashtiriladi. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilish muddatini ko'ring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana hamma joyda bir xil yozilganmi? Shuni solishtiring. Mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik hujjati, bank shartnomasi va pensiya hujjatlaridagi ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Agar bitta joyda o'g'li boshqacha yozilgan, familiyada bitta harf farq qilgan yoki sana noto'g'ri bo'lsa, buni oldindan to'g'rilash kerak. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta faolmi? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Bankdagi pasport ma'lumotingiz yangi hujjatga almashtirilganmi? Agar ID karta olgan bo'lsangiz, lekin bankda eski pasport turgan bo'lsa, bankka borib ma'lumotni yangilang. O'zingiz bilan ID karta, telefon bank kartasi va kerak bo'lsa pensiya hujjatini olib boring. Uchinchi qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Buni yashash joyingizdagi tuman yoki shahar bo'limi orqali amalga oshirish mumkin. Agar elektron xizmatlar ishlatilsa, shaxsiy kabinet yoki tegishli portal orqali ham ayrim ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Lekin yoshi katta odamlar uchun eng ishonchli yo'l. Farzandi yoki ishonchli yaqinlari bilan borib, xodimdan mening ma'lumotlarim to'liqmi? Hujjatlarimda yangilash kerak bo'lgan joy bormi deb so'rash. To'rtinchi qadam. Mehnat staji bilan bog'liq hujjatlarni tartiblang. Mehnat daftarchasini, ishga qabul qilish va ishdan bo'shash buyruqlarini, arxiv ma'lumotnomalarini, harbiy xizmat hujjatlarini, bolani parvarish qilish davri bo'yicha hujjatlarni, oliy o'quv yurtida kunduzgi o'qiganlik hujjatlarini alohida papkaga soling. Har bir hujjatning nusxasini qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxiv qayerda ekanini aniqlang. Bu ish vaqt oladi. Shuning uchun oxirgi oyga qoldirmang. 5-qadam, nogironlik yoki qo'shimcha nafaqa oluvchilar o'z muddatlarini tekshirsin. Tibbiy xulosa qachongacha amal qiladi? Qayta ko'rik sanasi bormi? Hujjat elektron bazaga kiritilganmi? Agar shifokor ko'rigidan o'tish kerak bo'lsa, oilaviy poliklinika orqali tartibni oldindan boshlang. Bir kunda hammasi bitadi deb o'ylamang, chunki tahlil, mutaxassis ko'rigi, komissiya va xulosa bosqichlari bo'lishi mumkin. 6-qadam, agar pensioner pulini boshqa odam orqali olayotgan bo'lsa, ishonchnoma masalasini hal qiling. Notarius orqali rasmiy ishonchnoma qilish kerakmi? Bankning o'z tartibi bormi? Pensionerning holati bo'yicha uyga chaqirish xizmati bormi? Bularni oldindan so'rang. Yoshi katta, kasal yoki harakatlanishi qiyin odamni oxirgi daqiqada bankka olib borish juda qiyin bo'ladi. 7-qadam, manzil masalasini aniqlang. Doimiy ro'yxat qayerda? Haqiqatda qayerda yashayapsiz? Pensiya to'lovi, naqd yetkaz ijtimoiy xizmat yoki mahalla bilan bog'liq masalalarda manzil muhim. Agar ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxatni yangilash yoki kamida tegishli idoralarga ma'lumot berish tartibini bilib oling. 8-qadam, barcha murojaatlarni og'zaki emas, imkon qadar yozma yoki rasmiy iz bilan qiling. Agar pensiya kechiksa, bank bizda muammo yo'q desa, pensiya bo'limi bankdan so'rang desa, odam ikki o'rtada qolib ketadi. Shuning uchun bankdan hisob ko'chirmasi oling, pensiya bo'limiga murojaat raqami bilan ariza bering, javobni saqlang. Rasmiy iz bo'lsa, masalani hal qilish osonlashadi. 9-qadam, hujjatlarni bitta papkaga joylang. ID karta nusxasi, bank kartasi rekvizitlari, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat. Mehnat daftarchasi nusxasi, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari, nogironlik hujjati, telefon raqami kimning nomida ekani ko'rsatuvchi ma'lumotlar, ishonchnoma nusxasi alohida joyda tursin. Farzandlar ham bu hujjatlar qayerda ekanini bilsin. Lekin bank karta pin kodi va parollarni hammaga tarqatmang. Eng avvalo mish-mishlardan ehtiyot bo'ling. 1 iyuldan hammaning pensiyasi to'xtaydi. Kim hujjat topshirmasa pensiyasini ayriladi. Falon pul to'lasangiz hujjatingizni tez qilib beramiz degan gaplarga ishonmang. Rasmiy ma'lumotni pensiya jamg'armasi, bank davlat xizmatlari markazi, mahalla yoki tegishli idoralardan oling. Hech qachon begona odamga karta raqamingizni, SMS kodni, PIN kodni bermang. 2-xavf, vositachilar, ayrim odamlar pensionerlarning xavotirdan foydalanib, men bazani yangilab beraman. Pensiyangizni ko'paytirib beraman.
komissiyasiz hal qilaman deb pul so'rashi mumkin. Pensiya masalalari rasmiy tartibda hal qilinadi. Agar kimdir pul so'rasa, nima uchun, qaysi xizmat uchun, qaysi hujjat asosida so'rayotganini aniqlang. Qonuniy davlat boji yoki xizmat haqi bo'lsa kvitansiya bo'ladi. Qo'lga pul berishdan saqlaning. 3-xavf qarindoshlar o'rtasidagi kelishmovchilik. Pensionerning kartasi bir farzandda, qarovi boshqa farzandida, hujjati 3-odamda bo'lsa, keyin tortishuv chiqadi. Eng to'g'risi pensionerning o'zi roziligi bilan hamma narsa rasmiylashtirilishi kerak. Agar pensionerning salomatligi yomon bo'lsa, vasiylik, ishonchnoma, tibbiy xulosa kabi masalalarni qonuniy yo'l bilan hal qilish kerak. 4-xavf vaqtni cho'zish. 2026 yil 21 iyul hali uzoqdek tuyulishi mumkin. Lekin hujjat yig'ish, arxivdan ma'lumot olish, bank ma'lumotini yangilash, ID karta almashtirish tibbiy komissiyadan o'tish bir kunda bitmaydi. Ayniqsa yoz oylarida navbatlar ko'payishi, xodimlar ta'tilga chiqishi, tizimga yuklama tushishi mumkin. Shuning uchun tayyorgarlikni hozirdan boshlagan odam yutadi. Hurmatli tomoshabinlar, men sizlarga 2026 yil 21 iyuldan pensionerlar uchun eng muhim bo'ladigan masalalarni tushuntirdim. Asosiy gap shuki, pensiya olishda shaxsiy ma'lumotlar, hujjatlar, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqami, nogironlik yoki staj hujjatlari aniq va yangilangan bo'lishi kerak. Bu talablar odamlarni qiynash uchun emas. To'lovlar to'g'ri egasiga yetib borishi va tizimda xatolar kamayishi uchun kerak. Lekin hujjatida muammo bor odam oldindan tayyorlanmasa pensiya kechikish, qayta tekshiruvga tushishi yoki ortiqcha yugur bo'lishi mumkin. Bugun uchta ishni qiling. ID karta yoki pasport muddatini tekshiring. Bank kartangiz faol va muddati o'tmaganini aniqlang. Pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringiz to'g'riligini so'rab ko'ring. Agar yaqinlaringiz orasida pensioner ota-ona, bobo-buvi, nogironlik nafaqasi oluvchi yoki pensiya chiqishga tayyorlanayotgan inson bo'lsa, bu ma'lumotni ularga yetkazing. Sizningcha bu yangi talablar pensionerlar uchun qulaylik olib keladimi yoki ortiqcha tashvish bo'ladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroq belgisini yoqib qo'ying. Chunki men pensiya, nafaqa, hujjatlar va oddiy odamlar uchun muhim bo'lgan yangiliklarni tushunarli qilib yetkazishda davom etaman.